Assalomu alaykum. Mavzu obyektga yo'naltirilgan testlash dasturiy ta'minotni sifatli sinovdan o'tkazish. Ushbu taqdimot dasturiy ta'minotni ishlab chiqish jarayonini hal qiluvchi qismi bo'lgan obyektga yo'naltirilgan testlash tamoyillari, bosqichlari va ahamiyati tushuntiradi. Sifatli dasturiy ta'minot yaratish uchun obyektga yo'naltirilgan testlashning zamonaviy yondashuvlari va vositalarini ko'rib chiqamiz. Dasturiy ta'minot sifatini loyihaning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiluvchi asosiy omil hisoblanadi. Testlash nima va nega muhim? Testlashning asosiy qismlari. Testlashning asosiy maqsadi nima? Testlash, ya'ni sinovdan o'tkazish, bu dasturiy ta'minotni talablarga javob berishini, kutilgan funksiyalarni bajarishini va xatolardan xoli ekanligini tasdiqlash jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon kod yozishning dastlabki bosqichlaridan boshlab mahsulot reliz qilinguniga qadar davom etadi. Dasturiy ta'minotdagi xatolarni erta aniqlash va tuzatish imkoniyati, bu esa keyinchalik ularni bartaraf etish xarajatlarini keskin kamaytiradi. Sifatni oshirish orqali foydalanuvchi ishonchini mustahkam va brend obro'sini himoya qilish loyihaning muvaffaqiyati va barqarorligi uchun asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Erta aniqlangan xato bu keyingi millionlab xarajatlar darajasi demakdir. Testlash profilaktik chora sifatida ko'rilishi kerak. Obyektga yo'naltirilgan testlash asoslari. Obyektga yo'naltirilgan testlash odatda obyektga yo'naltirilgan dasturlash paradigmasida yozilgan dasturlarni sinovdan o'tkazishga qaratilgan yondashuvdir. Test obyektlari sinovga olinadigan dasturiy komponentlar, masalan, alohida sinflar, modullar yoki usullar bo'lishi mumkin. Testlar ularning kutilgan xatti-harakatlarini mustaqil ravishda tekshiradi. Test holatlarini ishlab chiqish har bir obyekt uchun aniq kirish sharoitlari va kutilgan natijalar aks etgan test holatlari ishlab chiqiladi. Bu holatlar obyektning barcha muhim ssenariylarini qamrab olishi kerak. Darajalar. Testlash asosan modullar, sinflar, funksiyalar darajasini amalga oshiradi. Bu yondashuv tizimning kichik qismlarini izolyatsiya qilib, aniq va ishonchli sinovdan o'tkazish imkonini beradi. Testlash jarayoni bosqichlari. Sifatli testlash jarayoni tizimli yondashuvni talab qiladi. Quyida bu jarayonning asosiy ketma-ketliklari keltirilgan. Birinchidan, test obyektini aniqlash va tahlil qilish, qaysi sinf yoki funksiya sinovdan o'tkazilishini belgilash, uning vazifalari, bog'liqliklari va chekka holatlari tahlil qilinadi. Ikkinchi bosqichi bu test holatlarini yaratish va rejalashtirish. Aniqlangan funksionallikni tekshirish uchun zarur bo'lgan kirish ma'lumotlari, bajarilish shartlari va kutilgan natijalar yoziladi. Testlarning bajarish tartibi rejalashtiriladi. Uchinchi bosqichda testlarni bajarish va natijalarni qayd qilish. To'rtinchi bosqich xatoliklarni aniqlash va hisobot berish. Agar test kutilgan natijani bermasa, bu xato, ya'ni bug hisoblanadi. Xato haqida batafsil hisobot bug report deb ataladi va u tuziladi va ishlab chiqaruvchiga yuboriladi. Testlar xato tuzilganligidan so'ng xatolar tuzatilgandan so'ng qayta bajariladi. Ya'ni xatoliklar bartaraf bo'ldimi, yo'qmi? Obyektga yo'naltirilgan testlashning afzalliklari. Mustaqil qismlarni sinash, aniqlik va tezkor tuzatish, avtomatlashtirish potensiali. Mustaqil qismlarni sinash. Obyektga yo'naltirilgan testlashda har bir sinf yoki funksiya izolyatsiya qilingan holda sinovdan o'tkaziladi. Bu butun tizimga ta'sir qilmasdan alohida komponentning ishonchliligini kafolatlash imkonini beradi. Aniqlik va tezkor tuzatish. Agar test muvaffaqiyatsiz bo'lsa, xatoning aynan qaysi sinf yoki usulda ekanligini aniq belgilanadi. Bu esa muammoni topish va uni tuzatish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Avtomatlashtirish potensiali. Obyektga yo'naltirilgan test holatlari yuqori darajada avtomatlashtirishga mos keladi. Avtomatlashtirilgan testlar regressiya sinovlari, regression testing uchun juda muhimdir. Ya'ni kodga yo'naltirilgan yangi o'zgarishlar eskirgan funksiyalarga zarar yetkazmaganligini doimiy tekshirish uchun. Amaliy misollar.
Masalan, klass testlash, ya'ni unit testing obyektga yo'naltirilgan testlashning eng asosiy shakli hisoblanadi. Bunda biz bitta sinf, masalan, kalkulyator olib, uni har bir usulini alohida sinovdan o'tkazamiz. Masalan, qo'shish funksiyasi, bo'lish funksiyasi, klassning holatini tekshirish kabi. Har bir sinf uchun test metodlari yoziladi, kirish va chiqish qiymatlari aniq belgilanadi. Testlash vositalari va muhitlari. Zamonaviy dasturlashda testlash jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun bir qator ramkalar va vositalar qo'llaniladi. Ular testlarni yaratish, bajarish va natijalarni tahlil qilishni soddalashtiradi. Masalan, ramkalarni yuqorida ko'rib chiqqandek, avtomatlashtirish, CI/CD integratsiyalar. Integratsiya va doimiy testlash muhitlari kod bazasining sog'lomligini doimiy ravishda kuzatib borishni ta'minlaydi. Bu esa sifatni muntazam ravishda oshirishga yordam beradi. Obyektga yo'naltirilgan testlashdagi muammolar. Obyektga yo'naltirilgan testlash ko'plab afzalliklarga ega bo'lsa-da, uni samarali amalga oshirishda ba'zi qiyinchiliklar mavjud hisoblanadi. Masalan, murakkab obyektlar va bog'liqliklar. Agar sinf boshqa ko'plab sinflarga bog'liq bo'lsa, uni izolyatsiya qilib testlash qiyinlashadi. Bu holat mocking yoki stabbing kabi texnikalar qo'llaniladi. Test qamrovini yetishmasligi. Test qamrovi yetarli bo'lmasa, kodning sinovdan o'tmagan qismlari yashirin xatolar qolishi mumkin. Barcha muhim strategiyalarni, ya'ni ssenariylarni qamrab olish ko'p vaqt talab qiladi. Resurslar va vaqt cheklovi. Katta loyihalarda barcha test holatlarini yaratish va ularni doimiy ravishda saqlab turish uchun katta resurslar va jiddiy vaqt sarflash kerak bo'ladi. Bu ko'pincha budjet cheklovlariga uchrashi mumkin. Demak, obyektga yo'naltirilgan testlashda shu kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Testlashning kelajagi va innovatsiyalar. Dasturiy ta'minot sanoati rivojlanar ekan, testlash jarayoni ham yangi texnologiyalar joriy qilinmoqda. Bu esa sinov jarayonining samaradorligi va tezligini oshiradi. AI optimization, auto test generation, cloud testing kabi ularni ko'rishimiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sifatli dasturiy ta'minot uchun obyektga yo'naltirilgan testlash zarur hisoblanadi. Obyektga yo'naltirilgan testlash zamonaviy dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning ajralmas qismi hisoblanadi. U nafaqat xatolarni topishga, balki kodning dizaynini yaxshilashga, qayta ishlashni osonlashtirishga va umumiy tizim arxitekturasini mustahkamlashga yordam beradi. Sifat kafolati, ishonch manbai va kelajakdagi barqarorlikni ta'minlaydi.